Ushbu loyiha Biznesni rivojlantirish bank hamkorligida Qashqadaryo viloyati Ko'kdala tumani Sho'rbozor mahalla fuqarolar yig'ini 214-sonli konturda amalga oshirilmoqda. Bu yerda tarvuz ekilgan. Maydon hajmi 20 gektar. Bu yerda ekinlar zamonaviy usullar bilan parvarishlanmoqda. Hozir ekinlar unib chiqqan holatda. Ekinlar yetishtirish 119 kun davom etadi. Yetishtirish jarayonida sug'oriladi, tabiiy va mineral o'g'itlar bilan oziqlantiriladi. Ushbu loyihaga 20 ta dehqon xo'jaligi biriktirilgan. Har bir dehqon xo'jaligi uchun o'rtacha 1 gektardan yer maydonlari to'g'ri keladi. Loyihani samarali amalga oshirish uchun Ko'kdala yosh tadbirkor mas'uliyati cheklangan jamiyat biriktirilgan. Ushbu loyiha bo'yicha har bir gektardan 35 tonna hosil olinadi. Jami 700 tonna hosil olish rejalashtirilgan. Kelajakda ekin maydonini kengaytirish va shu orqali dehqon xo'jaliklarini daromadli oshirish maqsadga qo'yilgan.